Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men İftixar Abdurshid. Bugun chorshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövanda diqqatinglar kunlik xabarlar programmamizning tafsilotida bo'lsin. Dunyo Uyg'ur qurultiyining muavin raisi Zumrat Erkin Braziliyada Birlashgan Millatlar Tashkilotining yillik iqlim o'zgarish yig'iniga qatnashib, Xitoyning Sharq Turkistondagi muhit buzg'unchiligi va majburiy emgakni kun tartibga elib kelgan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti iqlim o'zgarish yig'ini har yili bir qatim chaqiriladigan bo'lib, bu yig'inda Parij kelishimi bo'yicha har bir davlatning chiqarilgan gazlarni azaytish va iqlim o'zgarishining ta'siriga moslashish majburiyati, davlatlarning Parij kelishimining uzun muddatli nishonlariga yetish va parnik gazning qo'yib berilishini eng tuvancha tushirish uchun elib borgan xizmatlari va Birlashgan Millatlar Tashkilotining buningga aloqador qarorlari muzokara qilindi. Zumrat Erkin bu yillik Birlashgan Millatlar Tashkiloti iqlim o'zgarishi yig'inida Xitoyning Sharq Turkistondagi muhit buzg'unchiligi, Uyg'ur dehqonlarining yerlarining majburiy egallanib, ularning majburiy emgak silinayotganligi, Sharq Turkistonda majburiy emgak bilan ishlab chiqarilgan kun taxtining ekologiyalik muhitga solgan ziyni, Xitoyning qalaymaqon qizish, qon ichish va nadir tuproq elementlari, ya'ni serak to'p uchun Sharq Turkistonning muhitini vayron qilishi qatorliq masalalarni o'tirib qo'ygan. İstanbulda Sharq Turkiston haqida muhokama yig'ini va rasm ko'rgazmasi o'tkazilgan. Sharq Turkiston Cumhuriyet kuni munosabati bilan 16 noyabr yakshanba kuni İstanbulning Başakşehir rayonida Anahtar partiyasining Başakşehir sho'basi tarafidan Sharq Turkiston haqida muhokama yig'in va rasm ko'rgazmasi o'tkazilgan. Bu yig'inga Sharq Turkiston tashkilotlari taklif bilan qatnashgan bo'lib, Uyg'urlarga vakolatan Turkiyada faoliyat olib berayotgan Dunyo Uyg'ur qurultiyi ijroiya komitetining muavin raisi ve Uyghur Akademiyasi vaqfisining raisi Abdulhamid Qaraxon, Türkiye Uyghur Tashkilotlar munbirining raisi ve Sharq Turkistonliklar Federatsiyasining raisi Amir Hasan Abliz ve Sharq Turkiston vaqfisining mo'tvarlar hay'atining raisi ve sobiq rektor Professor Dr. Abdulhamid Avshar apandim, Anahtar partiyasi markaziy boshqarish hay'at a'zosi, Turk dunyosi va xalqaro munosabatlar bo'limining muavin raisi Ergun Yildiz, Anahtar partiyasi İstanbul sho'basining raisi Jahid Vural qatorliq partiyaning muhim a'zolari qatnashib so'z qilishgan. Bu yig'inda oldi bilan Turkiya, Sharq Turkiston va Turk dunyosidagi vatan uchun shahid bo'lganlarga hurmat bildirilib, sukut turilgandan keyin Turkiya va Sharq Turkiston istiqlol marshi o'qilgan. Bu yig'inda Abdulhamid Qaraxon apandi Sharq Turkistondagi Xitoyning irqiy qirg'inchilik jinoyati haqida doklad berib, dalil isbotlarni asos qilib turib, Xitoyning Sharq Turkistonda ilib berayotgan assimilyatsiya, qirg'inchilik jinoyatlarini fosh qilish bilan birga Sharq Turkiston masalasiga Turkiyaning milliy masalasi sifatida qarashning Turkiya va Sharq Turkiston uchun intayin muhim ekanligini ta'kidlagan. Sharq Turkiston milliy ko'rish haqida so'z qilgan Professor Dr. Abdulhamid Avshar apandi so'zida Sharq Turkiston milliy mustaqillik ko'rishi va xalqaro munosabatlar haqida to'xtalib o'tgan. Programmaning oxirida Uyg'ur o'quvchilar sizgan Sharq Turkiston va Uyg'urlarga munosabatli rasm ko'rgazmasi o'tkazilgan bo'lib, bu ko'rgazma yig'inga qatnashganlarni o'ziga jalb qilgan. Xitoyning Italiyaga qilgan pomidor qiyomi eksporti majburiy emgak sababli 76% tushgan. Maliya vaqti gazetining 15 noyabrdagi xabarida Xitoyning Italiyaga qilgan pomidor qiyomi eksporti majburiy emgak sababli 76% tushganligini bildirib, buning sababining Sharq Turkistonda ishlab chiqarilgan pomidor qiyomi majburiy emgak chetishlik bo'lganligi sababidan xalqarada kuchli ayblashga uchrab, Italiyaga qilingan eksport miqdori bu yil tuvallab ketgan va Xitoyning pomidor qiyomi besilib qolgan. Xitoyning pomidor qiyomini Yevropaga setishdagi bu zo'r tushish, Yevropa shirkatlarining Xitoyning majburiy emgak jinoyatiga chetlab qilish haqida Xitoy mahsulotlariga bo'lgan andishalarning kuchayishi va Italiyadagi bir qism shirkatlarning Xitoy pomidor qiyomini mahsulot manbasini oshkorlamay yoki xato yozib xaridorlarni aldash qilmish oshkorlangandan keyin ko'rilgan bo'lib, bu haqda BBC maxsus marketlardagi Qon nomli hujjatli film ishlab tarqatgan. Bu filmda Sharq Turkistonda majburiy emgak bilan ishlangan Xitoy pomidor qiyomining Yevropa bozoriga kirish jarayoni tafsiliy yo'ritib berilgan edi. Xitoy Sharq Turkistonda pomidor yetishtirish va pishiqlab ishlashni zo'r darajada kengaytirib,
arzon baholiq pomidor eksportining markaziga aylangan va pomidor, shakar qatorliqlarni pishiqlab ishlash Bingtuan tarafidan monopol qilingan bo'lib, Moliya vaqti gazetida bu vaqtda bu mahsulotlarning asosligi Xitoyning davlat shirkatlari, shundaqla Xitoyning qirg'inchilik mashinasi bo'lgan ishlab chiqarish, qurilish Bingtuaniga qarashli korxonalar tarafidan ishlab chiqarilganligini o'ttirib qo'ygan bo'lib, bu vaqtda BBCning e'lon qilgan hujjatlik filmida Xitoyning qirg'inchilik mashinasi bo'lgan Bingtuanning pomidor ishlab chiqarishini kontrol qilganligini shohidlar va dalil isbotlar bilan o'ttirib qo'ygan edi. Moliya vaqti gazetining bu vaqtdagi xabarida Xitoyning G'arbiy Yevropa davlatlariga qaratgan pomidor qiyomi setish nisbati umum jihatdan 67% tushgan bo'lib, Xitoyning eng chong xaridori bo'lgan Italiyaning Xitoydan setib olish miqdori o'tgan yilning o'xshash mezgildagi 75 million dollardan bu yil 13 million dollarga tushib qolib, jami 76% ozlab ketgan. Xitoyda hozir 600 mingdan 700 ming tonnagacha setilmagan pomidor qiyomi zapisi yig'ilib qolgan bo'lib, Xitoyning pishiqlab ishlash shirkatlari bu yil pomidorni pishiqlab ishlash miqdorini azaytishga majbur bo'lgan. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Keyingi qitimliq sonimizgacha ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.